To'g'ri savol berilsa, to'g'ri javob olinadi va bitta to'g'ri savol minglab odamlarning hayotini o'zgartirishiga sababchi bo'lishi mumkin. To'g'ri javob bilan insonning hayoti o'zgaradi. Shuning uchun savol-javob bobiga o'tamiz. Har doim bitta savolga javob berib ketayotgan edik. Bugun mana 3 ta savol tashkil qildik. Xo'sh, birinchi savol, qanday ibora va odatlar insonni negativ qilib qo'yishi mumkin degan savol bo'ldi. Endi o'zi negativ bo'lib qolish to'g'risida nevrozda aytdik. Stresslar, tayziqlar, ruhiy jarohatlar deb aytdik, lekin xususan aytib ketamiz. Xususan, masalan, nevrotik odam, asabiy odam, jahldor odam badxulq bo'lib qoladi, badfe'l bo'lib qoladi, g'azabnok bo'lib qoladi va u tili bilan ozor yetkazadi. Tili bilan yetkazgan ozori yana bir kishini negativ odamga aylantiradi. O'shalardan bittasi qarg'ish. Onalar va otalarni qarg'ishi. Tinimsiz qarg'aydiganlar bor. Masalan, aytadi-yu, buyuk insonlarni misol keltirsa, masalan, faloncha sarkardani onasi ertalab uyg'otar ekan, sizni buyuk ishlar kutadi deb uyg'otar ekan. Yo falon imomni uyg'otsa, siz Ka'baga imom bo'lar ekansiz, bo'lasiz deb uyg'otar ekan deydi. Negativ odam qanday uyg'otadi bolasini? Tur o'rningdan, padaringga la'nat, sasib yotma, qo'y, eshak, mol deb uyg'otadi. Qarg'ish. Mana qarg'ish eng til bilan yetkazilayotgan ozor va zararlarning bittasi bu qarg'ish. Va tanqidchi bo'lmagan odamni tanqiydi. O'zi o'sha soha bo'yicha mutaxassis emas, lekin tanqid qilaveradi. Masalan, tarbiyani bilmaydi, pedagogikadan bexabar, lekin tanqid qilaveradi, surunkar. Hamma qilgan xatti-harakatini tanqid qilaveradi. Bolasini, ayniqsa ota-onalar. Bu ham albatta shuni nima keltirib chiqaradi. Shuning uchun tanqiddan ko'ra, mana olimlar aytadiki, tanqiddan ko'ra to'g'ri maqtov effektivroq. To'g'ri, maqtov ham haddidan oshib ketsa bo'lmaydi. Me'yordan oshib ketsa, to'g'ri, u ham zararli. Lekin me'yorda bo'lgan maqtovning foydasi tanqiddan ko'ra ko'proq deydi ruhshunos olimlar. Shuning uchun o'sha tanqid qilganda ham juda ehtiyot bo'lish kerak. Shaxsga tegmasdan tanqid qilish kerak. Masalan, sen shundaysan demas kerak. Yo'q, mana shu odating yaxshi emas, tashlashing kerak shu zararli odatingni deyilish kerak. Sen cho'chqasan, qo'ysan, molsan deb shaxsiyatiga tegib, uni shaxsiy hududi buzilib, ruhiyatiga jarohat berilish bu o'sha xavfli juda ham. Tanqidni mana shunaqa shakli va qarg'ishlar, ayniqsa ota-onani bolasini qilgan qarg'ishlari bu amalga oshadi, ko'pincha amalga oshadi. Mana hayot ko'rsatib boryapti. O'sha ko'pincha qarg'ish amalga oshadi. Bu ham duolar amalga oshish xususiyatiga ega. Duo qilganda ehtiyot bo'lish kerak. To'g'ri duo qilish kerak demoqchiman. Ehtiyot bo'lish kerak emas, to'g'ri duo qilish kerak. Qarg'ish ham duo. Shuning uchun ijobiy duo qilish kerak. Biza bir akamiz aytardi, men ko'p odamlarda bir yomon odat bor, padaringga la'nat qarg'ish bor. Eng yomon qarg'ish asli tushunilsa. Shu bir akamiz aytardi, men padaringga limonad deb qarg'ayman dedi. Farqini ko'ryapsizmi?